Xabaringiz bor, joriy 28-aprel sanasida davlat rahbarimiz Farg'ona viloyatida amaliy tashrif bilan xizmat safardalar. Shu tashrif davomida Farg'onada meva-sabzavotlarni qayta ishlash va ularni eksportiga ixtisoslashgan bir shirkatda taqdimotida bo'ldilar va shu taqdimot davomida bizni qilib bergan qadoq dizaynlarimizni ham prezidentga ko'rsatilganligi va taqdimot qilinganligi bo'ldi. Buni sizlarga ham ulashmoqchiman. Va bu yerda mana oxirgi qo'yilgan postlardan birida davlat rahbari rasmiy sahifasida va bu yerga ko'zim tushib juda xursand bo'ldim. Bu yerda ko'rsatilayotgan quruq mevalarga qilingan qadoq dizaynlarimiz bu asosan Yaponiya uchun ixtisoslashgan edi bu korobkalar. Va bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz premium segmentdagi uzum mahsulotlari uchun qilingan korobkalarimiz, bu yerda esa gilos uchun qilingan qadoq dizaynlarimizni davlat rahbariga taqdimot qilishmoqda. Shunaqa mana bu boya aytgan Yaponiya uchun qilgan quruq mevalar qadoq dizaynlari. Va mana eksportga tayyor holatda taxlab qo'yilgan korobkalarni holatlari va bularni hozir mana Telegramda qilingan ishlarni, o'sha paytdagi ishdagi mayda-chuyda qiyinchiliklarni ko'rib, hozir qiziq ishlar bo'lgan ekan deb sarhisob qilib sizlarga ulashyapman.